رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم دنيانın her qaysı joylardagi Uyg'ur musulmonlar sizlarga Allohning salomati bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, men sizlarga Arshi A'lodan kelgan nida deb bir darsni sungan edim. Bu darsda men mushu Rasulullohning hayotini mazmun qildim va dedimki Rasulullah'ın hayatını ügünüş her bir Müslüman üçün baş tartıp bulamaydıgan farz dedim. Çünkü Rasulullah'ın hayatı bizning dinimiz kardeşler. Hemmimiz bilimiz Kur'an-ı Kerim bolsa Allah'ın kitabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bolsa şu kitap boyunca yaşap bizge örnek olup dinning nemiligini özünün ameli, iş hareketi, gap so'zi, turmush bilan bizga o'rgatgan. Bu oddiy har qanday mu'min musulmon bildigan bir savat. Yana kelib qarindoshlar, biz hozir tarixda nihoyat muhim daqiqalarni yashayapmiz. Bizning mavjudligimiz, kimligimiz, bizningki dinimiz ig'ir xirisga duch kelyapti. Har bir o't yurak musulmon buningki bir amal chorasini izlayapti. Endi Rasul sallallohu alayhi va sallam bo'lsa insoniyat tarixida mislisiz utuq qozongan o'rnaklik bir shaxs. Rasulullah yetim edi qarindoshlar. Rasulullah tenha edi. Ukulları, inilleri yoktu. Rasulullah'ın hatta bir oğul farzandim yoktu. Tağılları bolsa Rasulullah'a butunlay qarşı çıktı. Rasulullah bir savaşsız insan edi. Ama hayatıda, tarixda en zor utuq qazangan bir shaxs edi. Bir peygamber edi. Allah'ın elçisi edi. Şunun için biz mana bu Rasulullah'ın hayatını öğreniş arqali hayatımızda duch kelayotgan mayli siyosiy, ijtimoiy masalalarga javob topmoqchi. Bizning dunyo oxiratda utuq qozonishimiz Rasulullah'ın hayatını öğrenip ve Rasulullah'ın hayatidagi utuqning ochquchlarini tepish qarindoshlar va qo'limizga olish. Çünkü hadis şunas katta alim İmam Zuhri rahmetullahi aleyh şundak deydi. İlmul mağazi ve saraya ilmud dünya vel ahire deydi. Rasulullah'ın hayatını ügünüş bolsa dünya ahiretinin ilmini öğrengenliktir deydi. Yani bu dünyada utuq qazanmoqchi olsang Rasulullah'ın hayatını öğren. Ahirette Allah'ın rizalığı erişip cennet girmekçi olsang Rasulullah'ın hayatını öğren. Senin dünya ahiretlik baxt saadetin Rasulullah'ın hayatı uyuşurungan deydi kardeşler. Mana bunu bayan kıldık. Rasulullah hayatını öğrenişimiz biz Rasulullah'ını özümüzde örnek kılışımız gerektir. Biz bilimiz qarindoshlar, Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda payg'ambarlarninki bizga o'rnak ekanligi va ularga ergishishimizninki bizning ustimizga tushgan majburiyat ekanligini bayon qilgan. Masalan, İsa alayhisalom desak, İsa alayhisalom nihoyat zohid, taqvodor, Allohni bak yaxshi ko'radigan bir payg'ambar edi. Ama İsa aleyhisselam bizge dadılıkta örnek bulanmaydı. İsa aleyhisselam bizge bir erlik yani bir er buluş sütüden örnek bulanmaydı. Çünkü İsa aleyhisselam toy kılmagan, balız bulmagan. Mesela Süleyman aleyhisselam bizge adil padişah, adil mensepdar, bir takva bay sütüde bizge örnek bulalaydı. Ama kembigal, puhra sütüde bizge örnek bulanmaydı. Ama Resulullah çok Rasulullah şu
hayotida kambag'al yashab baqdi, boy yashab baqdi, puhra bo'lib yashab baqdi, davlatning raisi bo'lib yashab baqdi. Ya'ni hayotlikning barliq sohalarda va hayotlikning o'xshashmagan shakllarda, turlarda yashab baqdi Rasululloh. Shuning uchun har bir inson, har bir shaxs hayotida duch keladigan har qanday masalada Rasulullohdan örnek topalaydi. Shuning uchun biz Rasulullohning hayotini bir shaxsning tarjimonini o'rgangandek yoki bir tarixni o'rganib, bilim seviyamizni oshiradigan, ilm xazinamizni beytadigan sifatlarni o'rgansak bo'lmaydi. Rasulullohning hayotidan o'rganimiz, amal qilamiz qarindoshlar. Rasulullohning hayotidan turmush mahoratlarini o'rganamiz. Qandoq Rasululloh qo'shnilari bilan, tuqqanlar bilan qandoq o'tdi, baljaqlar bilan qandoq o'tdi, dushmanga qandoq muomala qildi, do'stga qandoq muomala qildi, qandoq uxlaydi, qandoq yeydi, qandoq ichdi qatorliq nurg'un masalalarni o'rgansak, biz mush davrimizdagi eng madaniyatlik, eng ilg'or, eng safoliq shaxsga aylanamiz qarindoshlar. Biz Uyg'ur musulmonlari safa kirisi var bizde. Bizde ahlak kirisi yaşavatımız kardeşler. Biz çukum Resulullah'ın hayatını öğrenip ahlaki cihetten özümüzden oңşaylı. Biz Müslüman. Müslümanlığımızı ifadeleş için İslam dininde buyurulgan emellerini kılımız. Erlerimiz sakal koyumuz, ayallarımız hicaplarımız. Her kandak adam bizi qarash arqılık Müslüman oңşaydı deydi. Ama qarindoshlarimiz, biz o'zimizninki safa axloq jihatdan islomga vakillik qilmayapmiz. Boshqalar bizni faqat yaxshi ta'sir olmayapti. Men har bir mush gapimni anglayotgan musulmonlarga shundayman. Biz Rasulullohning hayotidan bir odimiylikni o'rganaylik. Boshqalar bizdan, mayli musulmon bo'lsin, g'ayri musulmon bo'lsin, bizning axloqimizdan, muomalamizdan, qizg'inligimizdan, oq ko'ngilligimizdan ta'sirlansin. Biz shunda bo'lganda musulmon bo'lmasin, ming soqolni 1 metr qo'yib oldi, voy qarqog'idek o'rnib oldi, biz bir saxtipaz, yolg'onchimiz, diniy to'g'ri o'rnib olgan bir saxtipaz bo'lib qolamiz qardoshlar. Shuning uchun dinimizni o'rganish, Rasulullohning hayotini o'rganib, hayotimizni tatbiqlab, Rasulullah'ın hayat maharetlerini öğrenip, bu hayatta o'xshashmagan sahada duch kelgan masalalarga qandoq muomala qilishni, qandoq maydonda turishni, ular bilan qandoq yashashni bilib olsak, yer shardagi eng ilg'or shaxs aylanamiz. Shuning uchun Rasululloh musulmonlar tarafidan emas, balki kofirlar tarafidan itrof qilingan. Rasulullohni hech qandoq birsi gapingni tumuding, va'dangni xiloflik qilding, yolg'onchilik qilding, axloqsiz qilding deb dushmanlarni unda tuhmat qilmagan. Hatto Rasululloh o'zining islomning birinchi numurliq dushmani Abu Sufyonning qizini alay qizini deb talab qilganchada, senda qo'shqoq bergan qizni kim ko'rdi deb o'zining qizini qo'shalliq bilan bergan. Mana mushun darajada Rasululloh boshqalar tarafidan axloq bilan, go'zal so'zlar bilan, isil safosi bilan kofirlar tarafidan itrof qilingan. Siz biz cho'q qarindoshlar. Hatta o'ylab baqiling, biz mujohidlarimiz va olimlarimiz va simosidan liq islom ko'rilib turgan qarindoshlarimiz va ammo gap so'z, ish harakat, adab, axloq boshqalar bilan bo'lgan muomalasida kofir, munofiqdan battar. Mana bular saxtipaz musulmonlar. Shakli musulmonlar 30 yil namoz o'qib, vaqt rioya qilishni bilmagan. 50 yil tahorat elib, uyini, bolalarni, kiyimini, o'zi yashayotgan muhitni pokiz tutishni bilmagan musulmon, sen saxtipaz, yolg'on, shakli, dinning nimaligini bilmagan musulmon. Bundan musulmon bo'lmaydi qarindoshlar. Bizning muomalamiz mayli kofir musulmon bo'lsin, ularga yaxshi, go'zal muomala qilish, axloq bilan muomala qilish. Biz islom, biz musulmonlar va islom insoniyat uchun rahmat. Biz mehribonlikni, biz go'zal axloqni mukammallashtirish va umumlashtirish uchun kelgan payg'ambarning ummatlari. Mana buni o'rganish. Rasulullohning hayotidan beshimizga kelgan, duch kelgan masalalarni hal qilishni o'rganamiz qarindoshlar. Chunki insoniyat tarixida Rasululloh yetim yashadi. Rasululloh savassiz.
Resulullah'nınki oğul balası yok. Resulullah'nın bir ak inilleri yok. Resulullah dünya kelgende Resulullah'nınki kavmi hiç qandaq bir taraqqiyotning asosini tiklamagan. Balki o'zaro kechish urushadigan bir to'xu, bir kalam, bir etiz yani deb qirg'anlik uchun o'zaro qon to'kishadigan bir millatning o'ttirsida dunyoga kelgan. Rasululloh 20 yil jarayonida tarixni o'zgartirayotgan bir hokimiyatni qurib chiqqan. Tarix Rasululloh kelishdan burun bir narsa bo'lsa, Rasululloh kelgandan keyin tarix boshqacha bir narsaga o'zgargan. Mana biz mush Rasulullohning hayotini o'rganish orqali o'zimizga bir yo'l topaylik deb, shuning uchun mush kunlarda, mush minutlarda mushuni so'zlab qoldim. Ya'ni biz Rasulullohning hayotini o'rganimiz, tadqiqlaymiz. Qarindoshlar, bizning har birimizning uyiga kirsak, bir necha qog'ozga yozilgan Qur'on topiladi. Ammo Rasulullohning vaqtida bir yozilgan qog'oz yozilgan Qur'on yo'qdi. Ammo har bir sahoba bir Qur'on edi. Nima uchun? O sahabeler bilen bizning farqimiz. Sahabeler biz bilgeni biladi, biz hozir bilyapmiz. Lekin ular anglagan, bilganga amal qiladi. Biz hozircha amal qilolmayapmiz. Shuning uchun bizning kesilimiz mishada. Rasulullohning hayotini o'rganish shu qadar muhimki, Rasulullohning chavrisi bo'lgan Ali ibn Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu shunday deydi. Biz Qur'oni Karimni qandoq o'rgatilgan bo'lsak, ota-onamiz tarafidan Rasulullohning hayotini shundoq o'rgatiladi deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu haftada bir kun cho'qim sahobalarning bolalarga Rasulullohning hayotini o'rgatib qarindoshimiz. Mana oldingi darsimizda mush tema haqida to'xtaldik. Endi bugun inshaalloh mushu Rasulullahninki hayotini boshlashdan burun Rasulullah dünya kelishinin oldi keyinde mush dünya vaziyeti qandaqdi, Uyg'urlarning vaziyeti qandaqdi, Xitoylarning vaziyeti qandaqdi, Rasulullahning atrofidagi davlatlarning vaziyeti qandaqdi, diniy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvollar qandaqdi, buni sizlarga azroq so'zlab o'tmoqchi. Nima uchun desanglar, biz şu vaqtki iqtisodiy ijtimoiy ahvolni bilmay turib, dinimizning ne kadar ulug'ligi, dinimizning shariatining ne kadar ulug'ligi, dinimizning qimmatini, kitobimiz Qur'oni Karimning qimmatini, Rasulimiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Allohning bizga ne kadar avatgan bir rahmat payg'ambar ekanligining qadrini bilmay qolamiz. Chunki har qanday narsaning qadrini shu narsaniki aksi bilan, ziddi bilan bilib qarindoshlar. Shuning uchun Rasulullohninki dunyo kelishdan burungi dunyo ahvolini azroq bir samanlarga silib o'tay. Rasululloh dunyoga kelishning oldi keyinda mushu Arab yerim orolga ta'sir ko'rsatayotgan ikki imperiya bor edi. Birisi g'arbda Rum imperiyasi. Rum imperiyasi ikkiga bo'linadi. Sharq Rum imperiyasi, G'arb Rum imperiyasi edi. Endi G'arb Rum imperiyasi Payg'ambar alayhisalom dunyoga kelishdan burun vayron bo'lib tugan. Ammo Sharqda bo'lsa, Yevropaning 3dan 1 qismini egallagan, Turkiyani poytaxt qilgan Bizantiya Rum imperiyasi bor edi. Bu imperiyaning qo'l ostida Osiyodagi bir necha davlat, Shimol Afrika, O'ttir dengiz davlatlari, Misr, Suriya, Yunon, Balqon mushundoq bir necha davlatni o'z ichiga olgan bir davlat edi. Bu davlatningki cho'ngligi va ta'sirining cho'ngligidan hatto Qur'oni Karimda bir sura Rum surasi deb atalgan qarindoshlar. Rum imperiyasi bor edi. Endi bu davlatlarningki ichidami datalashnar ig'ir, bir-biriga hujum qilayotgan, necha ming odamlar nahaq o'layotgan. G'arb Rum imperiyasi bo'lsa Xristian mazhabining katolik mazhabida, Xristian dinining katolik mazhabida. Sharq Rum imperiyasi bo'lsa Xristian dinining Proslaviya mazhabida edi. Shular to'xtamay bir-biri bilan urushadi. Bu 6-asrdagi, ya'ni Rasulullohning dunyoga kelgan vaqtiki mushu g'arb dunyosini
Angliyalik tarixshunos Weyles shundoq deb tasvirlagan. Dünya deydi. 6. asrdagidek bir zulmatlik ve en çirkleşken bir basqıçını beşinden ötkazmagan. Bu dünya xuddaş simiz sesib ketgan bir odamning ulkiga o'xshaydi deydi. O'ylab baqing. Ya'ni yo'g'on bir odamning sesib ketgan ulkiga o'xshaydi. Dunyoni shunday desak bo'ldi. Yevropa bo'lsa bir palash odamdek mushundoq edi. Ya'ni hech qanday harakat qilmaydigan. Toki musulmonlarning payg'ambari Muhammad dunyoga kelishlik dunyo mushtaq edi deb tarixshunos Weyles mushundoq degan. Buningdan biz ya'ni g'arb dunyosining qanchalik bir chirklashganligini ko'ra olamiz. Shuning misol sifatida milodiy 70-yili mush Rum imperiyasi Falastinni besib oldi. Bu chaqda Falastinda Yahudilar bor edi. Ularni muhosirga elib, şu Yahudilarni nimaga majburlaydi desa, har bir Yahudi o'zining xotinini va bolalarini o'ldirish kerak. Shunda bo'lgancha sen hayot qolsan degan ekan. Bu to'xshurak Yahudilar, vijdonsiz Yahudilar o'z qo'li bilan hayot qilish uchun o'zining bolalarini, ayollarini bo'g'izlaydi. Shuning bilan ikkinchi bosqichda chek tashlaymiz. Chek kimga chiqsa, bir Yahudi, bir Yahudini bo'g'izlaydi deb o'z millatini o'ziga bo'g'izlaydi. Shunda qilib oxirida şu Falastinning sirtidagi Yahudilar hayot qoldi, Qashqonlari ichidining hammasini mushunda bir oldi bilan dadini o'zining bolasini bo'g'izlatib, oxirida o'z millatini o'zining qulda bo'g'izlatib, mushunda vayron qilayotgan. Mushunda vahshiylik bor. Biz kitoblarni o'qisak, tarixiy kinolarni ko'rsak, Yevropaliklarningki mushunda bir maydonga 30 dak odamni qilish bilan kirgizib, bir-birini chopadi. Eng oxirida bir odam hayotga qolayotgan. Chuqum kim sen o'ltirmisan, boshqalar seni o'ltirdi deb mushunda kinolarda ko'ramiz. Ondan qullarni osh qolgan, yo'lvoslar bilan sep qo'yayotgan. Yo'lvoslar bu insonlarni yavatgan. Padişahlar, vezir, huzuralar, oqsunuklar kulib ashning bilan ko'ngil echayotgan. Ya'ni biz buningdan nima degan bir vahshiylikni ko'ramiz. Ammo Rasululloh shu zamondagi Rasululloh nima degan? Bir odam o'zining qo'lini urib qo'ysa, buningki badiliga cho'qim shu qo'lni ozod qilish kerak deb Rasululloh degan. Hadisda bor qarindoshlar, kimki bir qo'lni urib qo'ysa, buning kafarati shu qo'lni ozod qilish. Sil qulunlarga yeganni yegizinglar, ishganni ishgizinglar, sil nadi yaşsanlar, şunu shular yaştanlar deb Rasululloh 6-asrda mana bu ta'limotni bergan. Ammo Yevropa qarab baxsak, mushohalatda qarindoshlarimiz. Hatto Aflatun o'zininki G'oyiviy shahar degan kitobida nima deb yozgan desa, mush Yevropaning 4'ten 3 kısmı kul idi qarindoshlar. Yani 100 adam olsa 70 adam quldi Yevropada. Şu Aflatun nima deb yozgan desa, bu qullarga inson muomala qilish bo'lmaydi deb kitobida shunday yozgan. G'oyiviy shahar deb shu zamondagi eng aqlli donishmand odam shunday yozgan. Biz buningdan Yevropaning qanchalik chirishganligi, insoniyatini, odamligini naqadar yo'qotganligini ko'rib olamiz. Sharq tarafda bo'lsa Paris imperatorligi. Endi o Paris imperatorligi imperiyasida Mani dini, Zardash dini degandek dinlar bo'lgan. Bu Paris imperiyasida mushu sinfilik nihoyatda bak ig'ir bo'lgan bo'ladi. Onun lekin axloqiy jihatdan nihoyatda chirkinlashgan. Bu Paris imperiyasininki madaniyatda qarindoshlar. Bir odam o'zining onasi bilan to'y qildigan, o'zining qizi bilan to'y qildigan. Masalan, tarixni o'qisak, 2-Yezdajir, ya'ni Paris imperiyasining imperatori Kisra deb ataldi. Shu 2-Yezdajir degandan keyin o'zining qizini elib o'ltirayotganligi tarixda yozilgan. Mushundaq bir razillashgan. Endi bu Paris imperiyasida sinfilik ig'irdi. İnsanlarni 7 sinfga bo'lgan. Birincisi şu padişah tefekküsü.
bularning qinda ilohiy qon bor deb e'tiqod qilgan xalqlar. Ya'ni bular shunday ilohiy qon, bu ilohning avlodlari deb shunda chuqungan. Shuning uchun Paris imperiyasining, Paris podshosining qashiga bir odam kirsa, chuqum sajda qilib kirdigan. Ammo Rasululloh nima degan? Sizlar meni qishim kirganda Parisning podshosini qishiga kirganda kiringlar. Ya'ni sajda qilib kiringlar. Men sizlarga o'xshashli odam. Biroq men payg'ambar, men vahiy qilindi degan. Şu Paris'ninki padişahının qishiga kirsa qanday qiladi? Har bir odam padişah, masalan, vezirlari padişaha 5 metr orliq saqlab turadi. Harbiy qo'mondon yoki shujoning mullari bo'lsa, padişaha 10 metr orliq saqlab turadi. Boshqa davlatning safirlari bo'lsa, padişah bilan 15 metr orliq saqlab turadi. Padişahının qishiga kirgan adam chuqum og'ziga oq paxtini yoki oq rahni mishlaq og'zini to'sib kiradi. Nima ish qilsa padişahning huzurini bulg'ab qo'ymasin deb. Mush darajada qarindoshlar. İkinci tabiqa bo'lsa, ikkinchi sinf bo'lsa, ya'ni oq suyaklar, vazir, huzuralar shu vaqtda ikkinchi tabiqa va shu uchinchi sinf bo'lsa, shu chog'dagi diniy zotlar. Dördüncü tabiqa olsa, sınıf olsa, harbiy qo'mondon, harbiy yani askerler, harbiy amaldarlar. Beşinci sınıf olsa, ticaretçiler, şu vaqtdagi ziyolilar, yani yozuvchi, shoir degandek. Oltinchi sınıf olsa, hozirgi yezilarning boshliqlari. Yettinchi sınıf olsa, dehqonlar, askerlar. Mana bular xalqning 90%'ini egallaydi. Mushundaq sinf vazlab. Masalan, ikkinchi tabiqani biz oqsunaklar dedik. Bu oqsunaklar faqat mush 7 oiladan chiqadi deb. 7 oila bor ekan. Shu jamoatdan tug'ilganlarimiz oqsunak bo'ldi ekan. Boshqa odamning bu jamoatga tava bo'lish haqqi yo'q ekan. Ya'ni mush darajada sinfvozlik ig'ir bo'lgan qarindoshlar. Masalan, 5-asrda mush Parisdan Mazdak degan bir odam chiqqan. Buni faylasuf deyildi. Bu dunyoda mush sotsializmni tashviq qilgan birinchi odam. Bu nima degan desa, har qanday narsa mush sotsializm o'rtaq bo'lish kerak deb, hatto xotindan tortib, uy hamma narsani o'rtaq deb mushundaq bir falsafani ko'tarib chiqqan. Shundan Paris imperiyasidagi Qabban degan shu vaqtdagi podshoh bu nazariyani qabul qilgan. Şundan bu nazariye qanday bo'lgansa, kuchliklar ojizlarning xotinlarini tortib olgan. Tortibas qonunlik uchun kelma deb, ya'ni sotsializm jamiyati bu deb, bichora ojizlarning xotinlarini, uylarini tortib olgan. Mushundaq tarix o'qisanglar, mush mazdakizm deb qo'ydi. Mushniki falsafasi o'ttirib chiqib, ya'ni o'ylab boqili, xalqlar ishlamaydigan, hatto xotinni ololmaydigan, pulni topmaydigan, nima ish qilsa shunda topgandikilar kuchliklar kelib ojizlarning narsani bu xalqqa tava narsa deb ilib oldi. Xuddi hozir bizning o'xshash. Yasining emas hukumatning, uysining emas hukumatning, san hukumat beqiyotidi, hukumat beryapti deganda shu zamonga o'xshash bir holat bizda bor qarindoshlar. Ya'ni chiriklashish, noite insonlikni yo'qotish, kuchliklar ojizlarni bo'zigitish, zolimlar bichorlarni bo'zaq qilish bizning hozirgi Uyg'urlarning ahvoliga o'xshaydi. Dal mushu paytda man Rasululloh kelgan. Biz bu tarixlarni bilishimiz kerak. Bilgan vaqtida ondan keyin dinimizning qadrini, ondan keyin bu dinimizdan chiqishimizni topa olamiz qarindoshlar. Mana bu Parislarning ahvoli. Ammo G'arbiy Yevropaning ahvoliga kelsak, G'arbiy Yevropa deganimiz Germaniya, Angliya, Shvetsiya, Makedoniya degandek bu G'arbiy Yevropaninki ahvoliga kelsak, bularning ahvolini mushu sayyoh İbrahim Tartush degan sayyoh tarixshunos shunday sifatlaganda, mushu İspaniyaning shimolidagi kishilar bo'lsa, bir pastkash, saxtipaz, axloqsiz, mehnat bir kishilar edi deydi. Bu adam hatta deydi ki, bular yılda ya bir qatim, ikki qatim faqat soğuk suvlarla bundan çay qilib qo'yadi deydi. Yani bular juyinishni
Jüns adamni kesal qildi deydigan bir e'tiqod boti deydi bularga. Yildiya bir qatim, ikki qatim sudimda soğuk suda çay koyup koyatı deydi. Amma kiygan kiyimini bir kiyvasa şu kiyim kirulup sunup parçalanıp ketishlik jumaydi deydi. Nima uchun degan vaqtida bular şu kir bo'lgan sari insonning sog'lomligi foydasi bor deb mushunda e'tiqod qiladi deydi qarindoshlar. Mana bu şu tarixshunos ham sayyoh İbrahim Tartushninki şu o'zininki o'z ko'zi bilan ko'rgan va yashab boqqan ahvolini deydi. O'ylab boqinglar qarindoshlarimiz. Rasululloh dunyoga kelib 5 vaqt namozni farz qildi. 5 vaqt namozga 5 qatim tarat ilishini buyurdi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innalloh yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh pokiz kishilarni yaxshi ko'rdi dedi. Rasululloh pokizlik dinimizning yerimi dedi yoki dinimizning bir parchasi dedi. Sizlar shuni Rasululloh hadis sharifda sizlar ho'ylanglarni, uyinglarni Yahud nasoradak, ya'ni g'arb ahlidek mayna tutib shularga o'xshab qolmanglar dedi. O'ylab boqinglar qarindoshlarimiz. Mana bu nimning ahvoli. Bulardagi ijtimoiy zulm va shu chog'dagi nachar illatlarni ammo shu Ibn Fadlan deydigan bir sayyoh bor. Ya'ni sayyoh deganimiz dunyoni aylanib shu ko'rganlarni yozdigan odamni sayyoh deymiz, hammamiz bilamiz. Mush adam Yevropadagi mush Hijriyaninki 4-asrda Hijriyaning 4-asrda o'z ko'zi bilan ko'rgan bir ahvolni bizga tunishtirib mana dedi. Ya'ni taxminan milodiy 625-yillari bir mushu Yevropada bir yerda aylanib yurib, shundan qarasa bir cho'ng bir xo'jayin bir boy uylab qolganda, shundan buni dafn qilish uchun shuning bir necha ayol didaklari bor ekan. Şu zamanның Avrupa adetida agar boy o'lib ketsa, podshoh o'lib ketsa, shu didaklarni teng shu podshoh bilan ko'mish kerak ekan. Qanday qildi ekansa, shu didaklarga ma'lum shaklda bir diniy murosim o'tkazdi deydi. Şan ularning ichida Azroil deb atiladigan bir ayol bir xanjarni ko'tarib akilib, shu diniy murosim qilib, aroqni toz ichib, ondan keyin shu didaklarni birdan o'ltirib, shu boyvach bilan birga dafn qilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim deb yozadi qarindoshlar. O'ylab boqing. Ammo dinimiz yo'q. Men qatala an-nafsa bighayri haqqin فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Bir canını nahak öldürse, bütün dünyadaki insanların öldürgenlikinin cinayetini artıdır dedi. Kur'an-ı Kerim'de bir insanı nahak öldürse, mengu ebedil ebed dozakta kaldığı dedi. Mana bu G'arbiy Yevropaning ahvoli muşu qarindoshlarimiz. Biz bunu uzak sözlemaymiz. Muşnundan ularning naqadar bir chiriklashganligini va naqadar insoniylikni yo'qotganligini ko'rib olamiz. Ammo Xitoylar ahvoliga kelsak, Xitoylarda shu Rasululloh dunyoga kelgan oldikayinda 3 din mavjud bo'lgan. Birinchisi Dijao dini deb qo'ydi. Ya'ni tariqatchilarmi deb qo'ydi. Bu bir nazariya, bu bir inson Lauso degan bir Xitoyning o'tirgan nazariyasi. Yani bu hayatlıkta insan ayollar bilan bir yer bo'lmasligi kerak, go'sht yemaslik kerak. Yani insanlar ish qilib bir normal turmushda yashamay, jamiyatdan ayrilib, şu tog'larda, o'nkurlarda, qabristonlikda mushuna yashashga targ'ib qilgandir. Yani go'sht yemang, yaxshi kiyim kiymang, saqalingizni olmang, chechingizni tushamang, yani darvishlik biznikilar. Shuning targ'ib qilgan birdir. İkincisi ko'ngilchilik. Endi ko'ngilchilikning ko'ngilini biz bilamiz. Bu bir hayot tajribalarini va bir yaxshi qilishga targ'ib qiladigan, ruhiy jihatdan taraqqiy qiladigan bu hayotlik deganning bu hayotlikqa bir xil salbiy qaraydigan. Bu hayotlik asosli bir jafo, mushaqqat,
tin iborat. Shuning uchun bu hayotlikga mushunday narsa deb hayotlik salbiy qaraydigan. Xohlasang tashqi ibodat qil, xohlasang nimaga ibodat qilsang bo'ladi. Bu dunyoda ish qilib nimaga, mayli mushukka, shashqonga, buning ibodat qilsang bo'ladi. U muhim emas deb shu bir ta'limotni o'ttirib qo'ygan. Keyin aniga buning ibodatxonalar paydo bo'lib, har xil ko'ngilchilik ta'limotlari bir dinga aylanib qolgan. Uchinchisi butparastlik Xitoyda. Hozirgacha bu taxminan bor butparastlik, ammo tuzuk bir din bo'lmagan. Shuning uchun ijtimoiy zulm, bularda odamiylikni yo'qotgan, kuchlar ojizini bo'zib ketadigan ahvollar, o'zaro qirg'inchilik, urush nihoyatda avj olgan bir davr. Amma Amerika masalasiga kelsak, hammamiz bilamiz, u chaqda yangi zamondagi Amerika yo'q, koni Amerika bor. U yerda Hindi Allah yashaydi. Hindi Allah eng ibtidoiy qabilalar edi. Shuning uchun ularningki bir tarixda bir alohida bir narsa yozilmagan. Ammo mushu Arab yerim orli, ya'ni Rasulullohning vatani bo'lgan Arab yerim orli haqida to'xtalsak, Arab yerim orli ma'lum zaman İbrahim alayhisalomning dini bo'yicha, ya'ni tavhid sog'lom din ustida bo'lgan. Bir zamonlarda Amr degan bir odam bu Suriya tarafga berib, kishilarning butlarga ibodat qilayotganligini ko'rib, buningga hayron qilib, yaxshi ekan-ku, bizim mush butni apasak, shunda but qarasak bizga Allohni aslatadi ekan degan niyat maqsadda butni Makkaga olib kirgan. Shundan kishilar bu nima degan chaqda, voy mushu Shamda mushlar kishilar ibodat qildi ekan, biz mush but qarasak bizga Allohni aslatadi va mushu orqali biz davomli Allohni aslab turamiz degandek gaplar bilan butni akirdi. Bag'ancha bu but shuning bilan shularning nazarida bir ilohga aylanib qoldi. Masalan, Makkadagi eng cho'ng butning ismi Hubal edi. Taifdagi eng cho'ng butning ismi Lat edi. Mushundoq qilib har bir qabilaning, hatto har bir oilaning o'zlarining ilohlari bo'ladi. Bu butlarni har xil narsalarni yasaydi. Ba'zilarini xo'mida yasab, qo'sig'a chiqqanini yevitdi, ba'zilarini toshda yasaydi. Agar hech kim bo'lmasa, bir qumni bir yerga kelib, qo'yni sig'ib, shu sut bilan qumni bir yerga bunda pomzak qilib, bunda bir shaklga keltirib, hatto shuningga ibodat qiladi. Shu darajada, ya'ni diniy jihatdan shundoq bir chiriklashgan. Shu Umar radhiyallohu anhudan, ey Umar, voy Rasululloh so'raganda, sizlarning aqlingni yo'qmi? Qalab turib, ash toshqa, tezakka, daraxtga chuquntinglar joylayat etsa, ya Rasululloh, aqlimiz bor-ku, lekin hidoyat yo'q degan. Mush holatda hatto Makkaning atrofida 360 but bor edi. Ammo jazonixo'rlik shunda avjib ketgan. Qimorvozlik avji olgan. Aroq sharob shunda umumlashgan, zina fohisha umumlashgan bir jamiyat edi Makkaning ahvoli. Oysha onamiz bu vaqt bayon qilib, Makkaning ijtimoiy ahvolini bayon qilib, masalan, bir ayolni 10gacha erlar oldigan. Ya'ni bir ayolni 10 er bo'ldi ekanda. Shundan bu ayol tuqqan vaqtida da qarabaq bilan birisini falani mavsining balang desa bosh tortmaydigan. Mushunda ahvollar bor ekan. Ikkinchi xil ahvolda ashundoq ayollar o'zininki uyiga mandaq bir bayroq qadab qo'ydi ekan. Bu degani xolgan erlar kirsanglar bo'ldi ekan. Xolgan erlar kirib bu ayollar bilan bir yerga bo'ldi ekan. Shu bu ayol bal tuqqan vaqtida mushu maxsus hay'at shunas kishilar bo'ldi ekan, yanında chiroyi qarab turib, "Hamma u palonning balasi" deb bekitib qo'ydi ekan. Shu hay'at shunas odam shu paloni balsa shuning balasi bo'lgan. Mundaq bir ahvol. Yana bir ahvol bor ekan, mushu arablarning oq sunatlari degan kishilar bor ekanda. Oysha onamiz deyotgan gap mana bu. Bir ayoli odat ko'rib saqaygandan keyin o'zining ayoliga yaqinlashmay turiblam, palon oq sunatni qashib berib qo'saq ko'tarib keldi ekanda. Shu ayol berib, shu Makkadagi bir boy bir oq sunatni qashib berib,
şunun xutum bulup, şunundan qo'saq ko'tarsa, şunundan faxrlanib, anınınkin şu ayalını, voy mening ayolim palaning qo'saq ko'tardi, buningdan tug'ilgan bola aqlli bo'ldi, palvon bo'ldi, oqsumak bo'ldi, hatto mushunchilik bir pastkeşlik, vijdonsizlik qarindoshlar. Ahvolda mush ahvolni Oyisha onamiz deb bergan. Yani mushundoq bir qaloqliq, savadsizlik, zo'migarlik bir muhitda Rasululloh dunyoga kelgan. Peygamber Aleyhisselam dunyoga kelishining oldi keyinda biz Uyg'urlarning ahvoliga kelsak, bu Uyg'urlarda ko'k turk davri sürgen davr. Hamda bu ko'k turkning oldida Jo'rjallar hakimiyet so'rgan ekan. Miladi 548-yilga kelgan vaqtida Jo'rjallar hakimiyeti ojizlashib, haldan ketgan. Shuning bilan Oshna qabilasininki kattabeshi, ya'ni qabila boshlig'i Oshna isyon qilgan. Bu chaqda Jo'rjallarninki bu isyonni bisib turg'idek majoli yo'q. Shundan bu Oshna qabilasi atrofidagi O'g'iz turklarni, O'g'iz qabilalarini birlashtirib, o'zini Qog'on deb atagan va bir podshoh bo'lib, Osman Türk, Samavi Türk deb o'ziga nom berib, o'zini Qog'on deb e'lon qilgan. Ammo baxtga qarshi bu kishi uzun umr ko'ramagan. Milodi 551-yilda dunyodan ketgan. Bu kishining 3 o'g'il bo'lib, cho'ngning ismi Qaratikin, ikkinchi ismi Muqantikin, uchinchisining ismi Erkishtikin deb 3 bolasi bo'lgan. Cho'ng o'g'limi bir saviyasiz bola bo'lib, dadisining o'rnini tutib turolmay, Muqantikin ikkinchi o'g'li hokimiyatni qo'lga olgan. Bu kishi hozirgi tashqi Mo'g'uliya atroflaridagi turklar o'sha hammasini birlashtirib, g'oyat zo'r bir davlat qurib, o'zini shu ko'k tangrining nimasi deb o'zini ko'k turk deb atagan. Bu davlatninki chegirasi taxminan 13 million kvadrat metr doirasigacha yetib qolgan qarindoshlar. Masalan, sharqda Yapon dengizg'ichilik, g'arbda Turkiya, g'arbda hozirgi Turkiya, ya'ni o'z vaqtidagi Konstantiniya, hozir Turkiyagachilik. Shimolda Rossiyaninki Yaqur Cumhuriyatigachilik. Janubda bo'lsa Saddichin sepilg'ichilik. Mush rayonlarni o'ziga olgan g'oyat zo'r bir imperiyani dunyoga keltirgan. Shuning uchun, ya'ni Uyg'urlarning kuchini eng namoyon qilgan bir davlat bo'lgan. Shuning o'zining ismini Samavi Turk, Osman Turk deb shundoq atagan. Endi milodi 570-yillarda, ya'ni Rasulullohning davrida biz Uyg'urlar shundoq 13 million kvadrat metr doirasida hokimiyat qurgan. Ammo milodi 580-yillar vaqtida bu Muqan Turk dunyodan o'tib, antikin bollari hokimiyat talishib, bu davlatlarni vayron bo'lishga boshlagan. Ana mushundaq biz hamma davlatlarning ahvolini deb bilmaymiz. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi bizga mushu dunyodagi ahvollarni tunishtirib mandaq deydi qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Iyaz ibn Himar al-Jasha'i radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharifda shunday deydi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday degan ekan: "Men bandilarimni sog'lom holatda yaratdim." Yani sağlam tabiatlik, yani musulman holatda yaratdim. Biroq shaytonlar ularni ozdirib, haqdan o'zining dindan yiroqlashtirdi. Men halol qilganni insonlar harom qilib oldi. Yani Allah men yaxshi degan ishni insonlar yomon deb qaradi. Allah subhanahu wa ta'ala haram qilgan ishni insonlar halol qilib oldi. Allah ma yomon ish deganni insonlar bu to'g'ri ish deb shundoq qilib oldi. Allah subhanahu wa ta'alaga shirik keltirdi.
Allah subhanahu wa ta'ala zimindeki mayli Arab olsun, başka milletler olsun, hemmisini gazap nefret kıldı deydi. Nima uchun? Ular axloqiy, siyosiy, ijtimoiy jihatdan hammasi chiriklashgan, insoniyatini yo'qotgan mushunda holatda edi. Biroq deydi, illa baqaya min ahlil kitob. Ammo mash Xristian diniga e'tiqod qilgan bir necha asar atiqidek nadir bir necha odamlar qolib qoldi deydi. Mushni hisob qilmaganda butun dunyo mushunda bir xil adolatsizlik bilan chiriklikka to'lgan edi. Zina, fahisha, jazonixo'rlik, qonga haq qon to'kish, bir-biriga zulm qilish mushunda avjagan davrida mushunda edi. Mushu paytda Alloh o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatdi deb Rasululloh mush hadisda butun dunyoning ahvolini bizga ixchamlab ko'rsatgan. Mana hozir men o'ylayman, dunyo shu davrga o'xshab qoldi qarindoshlar. Ya'ni shu chaqda dunyo bir hidoyatga, bir payg'ambarga, bir qutqazuvchiga, bir to'g'ri yo'lni ko'rsatkish uchun muhtoj bo'lganda, mana biz ham ash Qur'ondagi islomga muhtoj. Rasulullohning hayotida yaşagan, Rasulullah yaşab ko'rsatgan bir dinga muhtoj. Biz shu Rasulullahning hayotini yaxshi o'rganib, yaxshi tushunib, yaxshi tahlil qilib, yaxshi analiz qilib, biz o'zimizning hayotligining chiqish oshquchini qo'limizga olishimiz kerak qarindoshlar. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.